Assalomu alaykum akalar. Sizlarga yana bir foydali ma'lumot. Endi bu safar bufer yamash bo'yicha lifehack bo'ladi. Sizga manaqa bitta bufer tozalagani kerak. Bitta mana patkinidan kesib olganman. Payanni. Buni hozir tozalab olamiz bu orqali. Mana akalar tozalab oldik. Kraskalarni ko'chirib mana akalar shu holatda bo'ladi. İçiga eritib qo'yverdik. Xudo xolasa o'ta mustahkam bu. Mana akalar yamadik, xudo xolasa mustahkam bo'ldi. Orqa taraflarini yamab qo'yganmiz mana. Mana orqa tarafidan ham yamab qo'yib, xolasa hech narsa bo'lmaydi.